Yashil ta'mir loyihasi doirasida ayollar ulushiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi suhbatdoshimiz 30 yillik pedagog opamiz. Bugun ularning xonadonlarida mehmondamiz. Uyingizda yaxshi niyat bilan ta'mir ishlarini boshlabsiz. Ko'rib turganimizdek, biz Yashil ta'mir ipoteka kreditini aholiga targ'ibot qilish maqsadida xonadoningizga tashrif buyurdik. O'zingizdan ushbu kredit haqidagi fikrlaringiz, duch kelgan muammolaringiz agar bo'lsa va bu kreditning ijobiy taraflari haqida gaplashmoqchimiz. Mumkin bo'lsa, birinchi savolim, nima uchun aynan Yashil ta'mir ipoteka krediti? Biz o'tgan yili shunaqa uy qurmoqchi bo'lib qoldik, uy qurib boshladik. Bizning mablag'imiz biz yetgan maqsadga yetib bora olmadi-da, ozgina yetmay qoldi. Qudali, andali bo'lganimiz uchun qarasak, mehmonxonalarimiz bitmagan, issiq ta'mirlash nimasi bo'lmagan, batareykalar ishlamayapti. Keyin biz majbur bo'ldik bankka murojaat qilishimizga. O'sha yerda Yashil ta'mir nimasi bor ekan, krediti. Biz o'shani murojaat qildik. Rahmat juda ham bankdagilarga. Bizni qo'llab-quvvatlashdi ular. Bizga o'sha 100 millionlik kreditni berdi. Natijada biz mana mehmonxonalarimizni sozladik. Batareykalarni o'rnatib uyimizda issiq qildik. Sanuzellarimizni sozladik. Mana bunaqa izolyatsiya ishlarini olib bordik. Hammasiga ulgurdik. Shundan yangi yilda mazza qilib bolalarim bilan kutib oldik. Qudalarimiz kelyapti. Yana bir bor rahmat sizlarga. Yashil ta'mir ipoteka kreditidan oldin boshqa turdagi kreditlarga murojaat qilganmisiz bankka? Yo'q. O'zi birinchi marta kredit olishim, lekin menga yoqdi. Mazza qildik, hamma narsaga aytdimki, hamma narsaga ulgurdik. Rasmiylashtirish ishlari ham tushunishimcha unaqa murakkab bo'lmadi. Yo'q. Rahmat. Juda yaxshi. Menga yoqdi. Yashil ta'mir ipoteka kredit bo'yicha aynan qaysi mahsulotlarni sotib oldingiz? Va pul plastik kartaga tushadimi yoki do'konlarga o'tkazib beriladimi bank tomonidan? Yo'q, plastik kartamizga tushdi. O'zingizni? O'zimning nomimda bu uy ham. Kredit ham o'zimning nomimda bo'ldi. Oldik, bemalol plastigimga tushdi. Uni biz muvaffaqiyatli ishlatishga muvaffaq bo'ldik. Aytdimki, isitish tizimlarini, yana ikkita sanuzel, hamma utepленный pol, ular isitish tizimi, keyin mehmonxonani polniy remonti, izolyatsiyasi, yana nima, bunday patologlar, nimalar, akva eshik, akva derazalar, hammasi mana shuni hisobidan. Men xursandman. Juda. Shu hozir mana opam uy boshladi ham, opa, mana shunaqa kredit bor. Indamasdan oling. Birov biladi siz uy qurganingizni, birov bilmay qoladi. Mana shunday olinglar deb tavsiya qilyapman. Ular ham olmoqchi, mana shu kreditdan olmoqchi, lekin mana shu uy qurayotganlarga Yashil ta'mir kreditini tavsiya qilaman. Hozirgi kunda mana bu yonimizdan qizim quryapti, uyini boshlaydi. Nasib bo'lsa kuzda o'sha qizimga endi yana bir so'rasam 19% dan bo'libdi ekan. Stavkasi yana ham tushibdi ekan. Biz xursand bo'ldim, qizimga bemalol tavsiya qilyapman. Kuzda nasib bo'lsa yana o'sha Yashil ipoteka kreditini qizimga ham olib bermoqchiman. Endi yana ham tushibdi, anchagina tushibdi, bemalol olsa bo'ladi. Men shuni yana tavsiya qilaman. Yangi yilda hammamiz kirib, bolalarim Toshkentlardan keladi. Bemalol hammamiz yangi yillarni kutib oldik-da. Ular mehmonga keladi, hammasi qizim, nevaralarim bor, Xudoga shukr, yetdi-da. Ular yangi yil kutish kerak edi. Biz keyin mana shu mehmonxonani ta'mirdan chiqardik. Isitish tizimlarini o'rnatdik. Ular mazza qilib mana shu mehmonxonani da yangi yil kutib olishdi. Boshqa sanuzellarga ham utepленный pol qilib, isitish tizimlarini hamma xonaga o'tkazdik, oshxonalargacha o'tkazib, o'sha Yashil ipoteka kreditidan unumli foydalandik. Oysara opamiz kabi fuqarolarimiz Yashil ta'mir ipoteka kreditidan unumli foydalanishmoqda. Biz esa kechani kecha, kunduzni kunduz demay siz uchun targ'ibot ishlarini tayyorlayapmiz.
Bundan siz ham foydalaning va o'z uyingizni yashil makonga aylantiring.